Bir liderda çoqum bo'lishqa tegishlik 21 sübət. Abdori Erkin Sıdıq. 2011-yili 17 sentabr. 2 qism. 4-ci aloqalashish iqtidori. Uningsiz siz safarni yolg'iz qilasiz. Bu sübətning inglizchisi communication bo'lib, uning inglizcha lug'atdagi mushu tema bilan munosabatlik ma'nosi nutuq, yozma va qo'l ishorati orqali boshqalar bilan o'zaro ideya, fikr va uchur almashtirish ekan. Uning yo'lg'un lug'atidagi ma'nosi mundaq berilgan: aloqa yetkazish, tarqitish, aloqalashish, xabarlashish, qatnash. Aloqalashish iqtidori g'arb ellarda nayt ko'p ta'kidlanadigan bir iqtidor bo'lib, boshlang'ich va o'rta maktablarmi yosh o'smirlarda bu iqtidorni yetildirishga alohida ahamiyat beradi. Amerikadagi internetga qo'yilgan kasbiy xodimlar to'g'risidagi xizmat e'lonlariga qarasangiz, ularning mutlaq ko'pchiligida nayt kuchlik og'zaki va yozma aloqalashish iqtidori degan iboraning borligini bayqaysiz. Kaliforniya shtat universitetining 29 bor bo'lib, bu maktablarga kirgan bakalavr va magistrlik o'quvchilarining hammasi, ya'ni tabiiy fan, ijtimoiy fan, amerikalik, chet ellik bir inglizcha maqola yozish imtihonisidan o'tmasa, boshqa darslardagi natijasining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar unvon ola olmaydi. Uyg'ur diyorining bu jihatdagi hozirgi ahvolidan mening xabarim yo'q. Lekin men o'zim chet elga o'qishga chiqishdan burun Uyg'ur diyorida yashagan hayotim jarayonida bundaq bir iqtidor haqida maxsus bir narsa ko'rgan yoki anglaganim esimda yo'q. Şunlaşqa bu iqtidor haqida yuqorqi tushunchani berib qo'ydim. Amerikadagi mamlakatlik yerim o'tkazgich shirkatining prezidenti bilan lideri Gilbert Amelio mundaq deydi: yaxshi aloqalash iqtidorini yetildirish unumlik liderlikni amalga oshirishda kam bo'lsa bo'lmaydi. Lider boshqalar bilan bilim va ideya jihatda o'rtaqlasha oladigan bo'lishi, shu orqali boshqalarda jiddiylik va qizg'inlik tuyg'usini paydo qila oladigan bo'lishi kerak. Agar bir lider boshqalarga bir uchurni aniq yetkazib, ularni amaliy ish harakat boshlashga qo'zg'ay olmaydi ekan, undaq bir uchurning bo'lg'inining hech qanday ahamiyati qolmaydi. Tarbiyalaguchilar bir oddiy narsani murakkablashtirib etadi. Xabarlashguchilar bo'lsa bir murakkab narsani oddiylashtirib beradi, deydi John Maxwell. Aloqalashish iqtidori yolg'iz cho'ng liderlar uchun zarur bo'lib qolmay, odatdagi odamlar uchunmi intayin muhim. Sizning er-xotinlik turmushingiz, xizmatingiz va kishilik munosabatingizning muvaffaqiyatli bo'lish bo'lmasligi sizning aloqalashish iqtidoringiz bilan zich munosabatlik. Agar kishilar sizning nimani istaydiganligingiz va qaysi yo'nalishga qarab ketayotganligingizni bilmaydi ekan, ular sizga ergashmaydi. Bir unumlik aloqalashuvchi bo'lish uchun tövandagi 4 haqiqatga amal qiling. Birinchi, uchuringizni oddiylashtiring. Aloqalashish sizning nima deydiganligingizni o'z ichiga elib qolmasdan, sizning uni qanday deydiganligingizni o'z ichiga oladi. Unumlik aloqalashishning ochqichi oddiylikdir. Boshqalarni cho'ng gaplar va murakkab jumlalar bilan ta'sirlantirishga urinmang. Agar siz kishilar bilan haqiqiy munosabat o'rnatmoqchi bo'ladigansiz, uchuringizni oddiy qiling. Bir qitim bir yosh bola bir cho'ng guruh oldida tunji qitim so'zga chiqmoqchi bo'lib, boshlig'idan qanday tayyorlik qilish to'g'risida maslahat so'rabdi ekan, boshlig'i uningga mundaq debdi: Tingshuvchilarning hammasini o'zingga jalb qiladigan
hayajonlik bilan to'lgan so'z beshidan birni yoz. Ondan kishilarni shu zamonlar harakatga keltirib etadigan xulosa va oxirgi so'z qismidan birni yoz. Ondan bu ikki qismni imkon qadar bir-biriga yaqin qo'y. Bu ikki qismning o'rtasidagi qismi qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi demoqchi. Ikkinchi, odamni ko'ring. Önümlük aloqalashquchi zehnini o'zi aloqalashayotgan kishilarga markazlashtirdi. Tinchuvchilarning qandaq odamlar ekanligi haqida bir aniq uchurga ega bo'lmay turib, ular bilan önümlük aloqalashishning mumkin emasligini biladi. Siz boshqalar bilan aloqalashganda, ularning bir shaxsiy yoki bir guruh bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingizdan tövandagidek savollarni so'rang. Mening tinchuvchilarim kimlar? Ularning qandaq savollari bor? Bu nutq orqali qo'lga keltirmoqchi bo'lgan natija qaysilar? Menga berilgan vaqt qanchalik? Yaxshi aloqalashquchi bo'lish uchun tinchuvchilarni eng muhim o'rinda qo'ydigan bo'ling. Ulug' aloqalashquchilar xalqqa ishonganligi uchun xalqmi ularga ishonadi. Uchinchi, haqiqatni namoyon qiling. Ishonchlik bo'lish innovati, unumlik aloqalashishning oldingi sharti. O'zingizning ishonchli kishi ekanligingizni boshqalarga bildirishning mundaq ikki yo'li bor. Uning biri o'zingizning so'ziga oldi bilan o'zingiz ishining. Odatdagi odamlar o'ziga nisbatan to'lib tashqan ishonchga ega bo'lgandilar, ondan odatdan tashqari darajadagi aloqalashquchilardan bo'la oladi. Yana biri qilgan va'dangizda turish. Boshqalarni amaliy ish harakatingiz orqali qoyil qilishdan yuqori turadigan ishonchlik mavjud emas. To'rtinchi, inkas istak. Inkas istang. Siz boshqalar bilan aloqa qilishganda, barliq aloqalashishlarning oxirgi maqsadi amaliy ish harakat ekanligini hargizmi unutilib qolmang. Sizning bir qism uchurlarni boshqalarga to'kib berishingiz hargizmi aloqalashish bo'lmaydi. Har qatim boshqalarga so'zlaganda, ular his qiladigan, ular asli tutadigan va ular ish harakat qo'llanadiganga biror narsa qoldiring. Siz ashunday qilishda muvaffaqiyatli bo'la oladigansiz, sizning liderlik iqtidoringiz bir yangi pallaga ko'tariladi. Amerikadagi MVM shirkatining prezidenti Dantu Mankiewicz mundaq degan: bir lider ishlarni boshqalar orqali vujudga chiqardi. Şoňa o başqalarını rəğbətləndirə alaydigan, məqsədləndirə alaydigan, yetəkləyə alaydigan, başlaya alaydigan və başqalarının gepini anlaya alaydigan, yəni başqalarının sözüge qulaq saladigan qabiliyyətlərə ega bolish kerak. Bir lider faqat aloqalash iqtidori orqali o'zining maqsadi bilan yiroqni ko'rarlik ideyasini boshqalarning ishki narsasiga aylantirib, uni shu orqali amalga oshira oladi. 5. O'rniga tushliq dasmoya. Siz uni yetildirsangiz, boshqalar o'zligidan keladi. Bir odamning san'atkor, dunyoviy saviyalik tanarkatchi yoki muvaffaqiyat qozongan korxona liderlari qatorliqlarning qaysisi bo'lishidan qat'iy nazar, agar u o'zining xizmat o'rniga tushliq, yetarlik dasmoya namoyon qila oladi ekan, biz hammamizning uningga masligimiz keladi. Ammo bu yerda mundaq bir haqiqat bor. O'ringa tushliq dasmoyaga ega. Yani, yoki zimmisidagi ishning huddisidan chiqa oladigan bo'lish jihatda yuqori pallaga yetish uchun sizning bir mashhur kishi bo'lishingiz shart emas. Agar siz mushu sifatga ega bo'lishni istasangiz, tövandagi ishlarni qilishingiz kerak. 1. Har kuni o'xshash bo'lish. Mas'uliyatchan kishilar kutgan yerdan chiqadi. Ammo o'rniga tushliq, dasmoyaga ega kishilar ishni uningdanmi bir daraja yaxshiroq qiladi.
Ular har kuni ish o'rniga badan jihatdan ko'rinib qo'yib qolmasdan, har kuni ishqa ro'yi jihatdan to'liq tayyorlik bilan keladi. Ularning u kundagi mijozining qandaqroq bo'lishi, u kuni qandaq ahvollarga yo'liqishi yoki u kuni ishlarning qandaq qiyin bo'lishidan qat'iy nazar, har kuni ular o'z zimmasidagi ishlarni o'xshash darajadagi energiya bilan qiladi. Ikkinchi, to'xtamay ilgirlash. Mən yaqında özümnің chat eldagi Uyg'urlarga bergan yaxshi mag'lub bo'lish uchun qanday qilish kerak degan dokladimda mangu o'quvchi bo'lishning intayin muhimligini tushuntirgan edim. Riqobat iqtidori intayin yuqori bo'lgan kishilarning hammasi davomliq izlanib, davomliq yangi yo'l va yangi choralarni tepib, to'xtamay o'rganadi. To'xtamay ilgirlaydi va o'z iqtidorlarini to'xtamay yaxshilaydi. Ular buni o'z-o'zidan davomliq nima uchun deb so'rash orqali amalga oshirdi. Demisimi, ishni qanday qilishni bildiganlar xizmatsiz qolmaydi. Ammo ishlarning nima uchun ashundoq bo'lganligini biladiganlar bo'lsa, hamisha boshliq bo'ladi. Üçüncü, ishni adoqqicha eng yuqori darajada yaxshi qilish. Yuqori raqobat kuchiga ega kishilarning hammasi ishni eng oxirigacha eng yuqori darajada yaxshi qiladi. Villa Foster mundaq deydi. Kishilik sifat hargizmo tasodifiy paydo bo'lib qoladigan narsa emas. U hamisha yuqori darajalik maqsad, qattiq tirishchanlik, oqilona yo'nalish va mahoratlik ijro qilishning natijasidir. U nurg'un tanlashlarning ichidagi eng oqilona tanlashga vakillik qiladi. Hamma ishni eng yuqori darajada yaxshi qilish bir tanlash bo'lib, u o'z orzusi orqali vujudga kelgan bir ish harakatdan iborat. Agar biz bir lider bo'lsak, qo'l ostimizdagi kishilardan navbat kelganda ishni adoqqicha davomlashtirishni umid qilamiz. Shuning bilan birga biz ularning lideri bo'lganligimiz uchun ular bizdan o'xshash ishni va uningdan ko'proq ishni umid qiladi. 4. Boshqalar umid qilgandan ko'proq natija yaratish. Yuqori darajalik dasmoyiga ega kishilar hargizmi boshqalarning kutganini qilib to'xtab qolmaydi. Ular uchun ishlarni yetarlik darajada yaxshi qilish hargizmi yetarlik emas. Liderlarda ishlarni kuchimizning yetishichilik qilib mangayli deydigan pozitsiya bo'lsa bo'lmaydi. Ular har kuni zimmasidagi mas'uliyatni talabdan yaxshiroq qilish uchun butun kuchi bilan tirishish kerak. 5. Boshqalarni rag'batlantirish. Yuqori darajadagi dasmoyiga ega liderlar ishlarni o'zlariga yuqori saviyada qilish bilan cheklanib qolmaydi. Ular o'zlarining qo'l ostidagi kishilarning ashunday qilishiga haydakchilik qiladi va rag'batlantirdi. Ba'zi kishilar o'zining kishilik munosabatga usti bo'lishdek mahoratiga tayinib, oron kun o'tkazib mansimi, ish unumi yuqori liderlar ashundaq mahoratni o'zining boshqa yuqori darajalik dasmoyisi bilan birlashtirib, yuqori pallaga yetish darajasi va ta'sir doirasi jihatda ular o'zlarining tashkilotlarini bir yangi saviyaga ko'tardi. 6. Jasorat. Jasoratlik bir kishi ko'p kishilar bilan barobar. Angliyaning bosh baqini Winston Churchill mundaq degan. Jasoratning inson sifatlarining birinchi qatorda hurmatlanishi nihoyatda to'g'ridir. Chunki mushu sifat boshqa barliq inson sifatlarini kapolatga ega qiladi. Jasoratni urush qahramonlarida osonlik topqili bo'ladi. Ammo u korxona, hukumat va har xil tashkilotlardagi har bir ulug' liderlarda bor bo'ladi. Har qitim siz bir tashkilotda alayda ilgirlashning bo'lganini ko'rganda, shu tashkilotning lideri jur'atlik qarorlarni olganligini bayqaysiz.
Bir liderlik o'rni bir kishiga jasorat ato qila olmaydi. Ammo jasorat uningga bir liderlik o'rnini elib kelalaydi. Ish unumi yuqori liderlarning bir o'rtaq alayidiligi shuki, ularning hammasi tavakkulchilik qilishni xohlaydi. Siz tanlash nihoyatda qiyin bo'lgan qarorlarni elish ishiga duch kelganda jasorat to'g'risidagi tövandagi haqiqatlardan foydalaning. Birinchi, jasorat o'zingizning ichki dunyosiga qartilgan bir jang bilan boshlandi. Siz bir lider bo'lish sifatingiz bilan yo'liqqan har bir sinoq siz o'zingiz bilan boshlandi. Jur'atning siniqimi ham shundoq. O'zingizda vahimaning bo'lmasligi jur'at hisoblanmaydi. Jur'at deganimiz siz eng qo'rqqan ishni qilishdir. U sizda o'zingizga tonishliq bo'lgan narsalarni bir yoqqa qayirib qo'yib, yangi territoriyalarga qadam tashlashga ketadigan kuch-qudratning bo'lishidir. Ikkinchi, jasorat deganimiz ishlarni to'g'ri tarafga burash bo'lib, ularni seliqlab o'tib ketish emas. Kishilik huquq lideri Martin Luther King mundaq degan edi. Bir erga baho berishdagi eng oxirgi o'lcham uning rohatlik va qulaylik paytlarida tanlagan maydonining qandaq bo'lganligi emas, o'ziga jang e'lon qilingan va talash tortishlarning ichida qolgan vaqtlarda tanlagan maydonining qandaq maydon ekanligidir. Ulug' liderlar kishilik munosabatda nihoyatda yuqori mahoratga ega bo'lib, ular kishilarni bir-biriga murassa qilib, birga ishlaydigan qila oladi. Ammo ular zarur bo'lganda o'zlariga xos ayrim maydon tanlaydi. Jur'at prinsipining asosiga qurilgan bo'lib, u boshqalarning qanday tushunib qolganligini asos qilmaydi. Agar sizda qandaq ahvol ostida o'zingizga bir maydon tanlashingiz kerakligini qaror qila oladigan qobiliyat va shundoq qilishga nisbatan ishonch bo'lmaydi ekan, siz mangu bir unumli lider bo'la olmaysiz. Sizning fursatlardan to'liq foydalanish irodangiz boshqalarni rozi qilish istikingizdan yuqori turishi kerak. Uchinchi, bir liderdagi jasorat agash kuchlarida majburiyat tuyg'usi paydo qiladi. Har qanday bir odam o'zidagi jasoratni namoyon qilganda boshqalarni rag'batlantiradi. Bir lider namoyon qilgan jasorat bo'lsa, boshqalarni nihoyatda kuchli darajada ilhomlantirdi. U boshqalarni ashu liderga agishadigan qiladi. Jim Miladoning deyishicha, liderlik jasoratning namoyandasi bo'lib, u boshqalarni to'g'ri ishlarni qilishga majburlaydi. To'rtinchi, sizning hayotingiz sizning jasoratingizga to'g'ri tanasib holda kengayib mangadi. Qo'rqish bir liderni cheklab qo'ydi. Rimlik tarixshunos Tacitus mundaq degan: bexatarlikka bo'lgan istak har bir ulug'vor va yuksak ishlarning dushmanidir. Jasorat eshikni ichib berdi. Mana bu uning eng zo'r foydasidir. Jasorat siz qilmoqchi bo'lgan ishni bir yaxshi boshlanish bilan ta'minlab qolmasdan, uni bir yaxshi istiqbolga ega qiladi. Bir jasoratlik ish harakat hamisha burun kutmagan ijobiy natijalarni elib keladi. 7. Farqlantirish iqtidori, ya'ni sezgurlik, hal qilinmagan sirlarga xotima berish. Aqlliq liderlar anglagan gaplarning faqat yarmig'ini ishonadi. Farqlantirish iqtidoriga ega yoki sezgur liderlar bo'lsa, qaysi yarmiga ishonish kerakligini biladi. John Maxwell. To'shikning birinchi qoidasi: siz bir to'shikka kirib qolganda, uni davomli qo'llashni to'xtating. Molly Evans, obzorchi. Farqlantirish iqtidori bir masalaning yildizi yoki tüp sababini tepish iqtidorini ko'rsatadi.
Kishilar shundaq bir iqtidor orqali masalaning yiltizini tepishda ham bevosita tuyg'uga tayinadi, ham ratsional, ya'ni angliq, muvofiq tafakkurga tayinadi. Yaxshi liderlarning ichida bu iqtidorni doim namoyon qilib ketmaydiganlar bor bo'lsa-mu, bir unumlik liderda bu farqlantirish iqtidori cho'qim bo'lishi shart. Farqlantirish iqtidori ish unumini eng yuqori darajaga opirishni istaydigan har bir liderda cho'qim bo'lishga tegishlik iqtidorlarning biri. Bu iqtidor tövendeki ishlarda zo'r yordamda bo'ladi. Birinchi, masalaning yiltizi yoki tüp sababini tepish. Cho'ng idora yoki cho'ng tashkilotlarning liderlari har kuni cho'ng qalaymiqanchilik va har xil murakkab ishlarga duch kelib turdi. Ularning har bir ishning hamma taraflarini to'liq tushuntirib beradigan uchurlarning hammasini to'plab tura olishi mumkin emas. Shunglashqa ular farqlantirish iqtidoridan foydalanishga majbur bo'ladi. Farqlantirish iqtidori bir liderning bir ishning faqat bir qismini ko'rib, bevosita tuyg'uga tayinish orqali kam qolgan yerimini to'ldirib, shu orqali masalaning yiltizini tepib chiqish imkoniyatiga ega qiladi. Ikkinchi, masalani hal qilish unumini yuqori ko'tarish. Agar siz bir masalaning yiltizini ko'ra oladigansiz, uni cho'qim hal qila olasiz. Bir masala bir liderning tug'ma talant doirasiga qancha yaqin bo'lsa, u liderning bu masalaga bo'lgan bevosita tuyg'usimi shuncha kuchli bo'ladi. Uning yiltizini tushunish qobiliyatimi shuncha kuchli bo'ladi. Agar siz o'zingizning farqlantirish iqtidori jihatdagi yoshurun iqtidoringizni to'liq joriy qildirmoqchi bo'ladigansiz, siz o'zingizning ortiqchiliklarini to'liq joriy qildirish jihatda ko'proq tirishchanlik ko'rsating. O'zimning keyin yozdigan odamlarning o'z ortiqchiliklarini bayqash usuli to'g'risidagi bir maqolamda bu uqum ustida yana maxsus to'xtalaman. Uchinchi, ta'sirni eng yuqori darajaga opirishdiki, sizga bor bo'lgan tanlashlarni baholab chiqish. Farqlantirish iqtidorini joriy qildirish deganimiz yolg'iz bevosita tuyg'uga tayinibla ish elib berish yoki yolg'iz aqlga tayinibla ish elib berish deganga qartilgan emas. Farqlantirish iqtidori sizning bevosita tuyg'ungiz bilan sizning kallingizning har ikkilisini ishqa selib, o'z xalqingiz va o'z tashkilotingiz uchun eng yaxshi tanlashlarni tepib chiqish imkoniyatiga ega qiladi. To'rtinchi, sizning fursatlaringizni hassalab ko'paytirish. Farqlantirish iqtidoriga ega emas kishilar asosan to'g'ri paytda, to'g'ri makonda bo'la olmaydi. Ulug' liderlar ba'zilar uchun taleylik kishilarda ko'ringan bilan, ular o'zlarining farqlantirish iqtidorini joriy qildirish, o'zlarining tajribalaridan to'liq foydalanish va o'zlarining bevosita tuyg'ulari bo'yicha ish ko'rish orqali o'zlarining ta'limini o'zlari yaratgan. Mən hazırgacha aralashib baqqan va mungdishib baqqan Uyg'ur qarindoshlarning bir qismida murakkab ahvoldami ish unumini yuqori ko'tarish va haqiqiy natijalarni qo'lga keltirishda mundaq ikki prinsipga amal qilishining nihoyat muhimligini ta'kidlab keldim. Birinchi, markazlashtirish, ya'ni fokus. Ikkinchi, ishlarni muhim darajasiga ayirish, ya'ni prioritize. Bu ikki prinsip mayli lider bo'lsin, bo'lmasin, hamma odamga mos keladigan bo'lib, agar siz qilmasangiz bo'lmaydigan ishlarni muhimlik darajasiga ayirib, butun kuchingizni ularning ichidagi eng muhimiga yig'ish orqali ularni bir-birlab qilib tugitib mangadikansiz, ajoyib yuqori unumga erisha olasiz. Masalan, siz qilmasangiz bo'lmaydigan ishlardan 10 bor deyli.
siz ularning ichidagi eng muhimini 1-o'ringa, eng muhim emasini 10-o'ringa, qolganlarini bo'lsa, o'ttirdagi o'rinlarga tizib chiqing. Ondan hozirdan boshlab siz ularning ichidagi birinchi ishni eng oldida bütün kuchingizni shuningga markazlashtirib turib qiling. Onu qilib bo'lgandan keyin ikkinchi ishni qiling. Qolganlarini mushu tartib bo'yicha qiling. İmkon qadar bir qancha ishga tangli tutish qilmang. Bu ishlar mayli bir tashkilot yoki shirkatning ishi bo'lsin, yoki sizning oilangizdagilarning ishi bo'lsin, yoki sizning xizmatingizdagi ish bo'lsin, qaysi bo'lsa bo'laverdi. Bo'lsa siz bugundan boshlab bu ikki prinsipni sinab beqing. Maqolning mazkur qismida so'zlangan farqlantirish iqtidori sizning ishlarni ashundaq muhimlik darajasiga ayirib chiqish iqtidoringiz bilan zich munosabatlik. Davomi bor.